Assalomu alaykum Bigo Life foydalanuvchilari, sizlar bilan yana kurator Baha Sakson region. Bugungi video roligimizda sizlar bilan Bigo Life platformasidan ro'yxatdan o'tish, ya'ni kastingdan o'tish jarayonini video orqali to'liq chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik insonlar Bigo Life platformasida ishlashni xohlashadi, lekin kasting jarayonlarini unchalik tushunmaydi. Shuning uchun bu video aynan siz uchun. Kastingdan o'tish jarayonini diqqat bilan har bir detalini kuzatib boring. Birinchisi pismo соглашения. Ekraningizga chiqarib ko'rsatamiz buni to'liqligicha. Pismoda nimalar yozilishi kerak? Ya'ni boshlanishi men Rasulov Parviz, o'shandan boshlab yozib ketasiz. Bu yoqda qog'ozda hammasi ko'rsatilgan. Sizga qog'ozni tashlab beriladi. Qog'ozdagilar to'liqligicha yozasiz. Xuddi qog'ozga men ko'rsatib berganimdek qilib yozasiz. Albatta, ko'pchilik adashadigan narsa bu pismo соглашениyaning eng tagidagi narsa siyosat video deb yozmasdan tashlab beradi. Siyosat video degani bu sizda ведущий bo'lishingizga eng katta kerak bo'ladigan narsalardan bittasi. ID ga keladigan bo'lsak, tepada agent IDsi qog'ozda xuddi ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. Pastda tug'ilgan sana sizning ism familiyangiz yana bir marta yoziladi. Undan keyin mening Bigo ID'im degan joyiga o'zingizni profilingizdan o'zingizni ID'ingizni olib yozasiz. Uni tagidan yana bir marta agentingiz ID'sini kiritasiz. Siyosat video deb yozish esingizdan chiqmasin. Bu juda ham ko'p videolarni katta xatosidan bittasi bo'ladi. Orqasidan ko'p yugurib yuramiz shu narsa uchun. Siyosat ikkita nuqtacha video deb albatta yozish kerak eng tagidan. Demak, rasmga olish jarayoni juda ko'pchilikda xatochilik ko'p bo'lgani uchun biz bu narsani ham ko'rsatib o'tamiz. Rasm olish paytida asosan bosh qismi va qog'ozni va ikkita qo'lini rasmga olish kerak. Bu narsada kimdir rasmga olishga yordam berish kerak. O'zi kamerani oldi tomoni bilan rasmga olishi kerak emas. Demak, rasmga tushish jarayonini ko'rsatib o'taman. Kamerani orqa tomoni bilan kimdir sizni suratga olish kerak. Ya'ni, agar oldi tomoni bilan olsa agar teskari bo'ladi yozuvlari, shuning uchun orqa kameradan olish shart. Keyin diqqat bilan e'tibor beramiz. Kamerada bosh qism va yozuv aniq ko'rinishi kerak. Agar o'ziga yaqin bo'lsa agar yozuvlari ko'rinmaydi. Shuning uchun iloji boricha qo'lini oldinroqqa cho'zadi va fiksatsiya beradi. Mana shu fiksatsiya berilgandan keyin ichidagi yozuvlari aniq va tiniq ko'rinadi. Shu jarayonda siz rasmga olasiz va o'sha kuratoringizga jo'natib berasiz. Kuratoringiz bu narsani olib registratsiya paytiga ishlatadi. Xo'p, kasting jarayonining keyingi etaplaridan bittasi video casting, ya'ni video ro'yxatdan o'tish. Video ro'yxatdan o'tish uchun siz kuratoringizga, ya'ni podpiska bosgan kuratoringizni profillariga kirishingiz kerak. U uchun qanaqa qilamiz kirish uchun? Poisk tugmasini bosamiz. Poisk tugmasiga 84 69 34 76 raqamini kiritamiz va poisk beramiz. Poisk berganimizdan keyin Baha Sakson region, o'zi bu profil bitta. O'sha profilni ustiga bosib, efirlariga kiramiz. Efirlariga kirganimizdan so'ng bizga u yoqda joy ochib beradilar. Mana shunaqa taklif keladi sizga. Video присоединениyani bosasiz.